Chattanooga Red Wolves play their first match of the new year on Assalomu alaykum aziz Havas futbol ligasi ishtirokchilari, muxlislari, kuzatuvchilar. Yana bir narsani aytib ketishim kerak. Bugun sherigim bor, Arslon. Birgalikda endi podkast loyihasini olib boramiz. Arslon bugungi mehmonimiz ko'rdingiz. Kecha gaplashuvdik bu mehmon haqida. Sizga o'ziga yarasha surpriz bo'ldi bu. Qanaqa tayyorgarlik ko'rib keldingiz bugun? Tayyorgarlik zo'r. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Havas futbol ligasi kuzatuvchilariga. Bugungi mehmonimiz ancha kutilgan Havas futbol ligasida nima deydi, o'zini o'rniga ega bo'lgan. Xullas zo'r men. Tayyorgarlik demak. Tayyorgarlik zo'r, yaxshi. Kutib oling azizlar, bugungi mehmonimiz Avaz Erkinov, Aziya hujumchisi. Xush kelibsiz Avaz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'rganimizdan xursandmiz. Qimmatli vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun sizga rahmat deymiz. Mendan ham ko'ra sizni ko'proq Arslon kutgan. Shunaqa. Xush kelibsiz Avaz. Xushvaqt bo'linglar. Rahmat avvalambor shu podkast loyihasiga chaqirganingizga, shu narsaga loyiq deb topganingizga sizlarga rahmat aytib o'taman. Arslon sizga ham Rahmat. O'zi ismingizni ham o'zim aytishim kerak edi. Avaz Erkinov deb. Shunaqa xush kelibsiz podkastimizga. O'zi birinchi kelishingiz, o'zi birinchi eng zo'r soni mana shu bo'ladi Havas futbol ligasi podkastini. Xush kelibsiz. Xo'p, Avaz, bugun sizni ko'pchilik taniydi, tanimaydiganlar ham bor, lekin o'sha so'nggi o'sha jamoaga o'tishingiz, media jamoasiga o'tishingiz sizni yana ham futboldagi bo'lgan o'sha podpischiklarning sonini oshirdi va sizni o'yiningizni borgan sari boshqacha kuzatishda davom etishyapti. Sizni tanimagan o'sha yangi muxlislaringizga o'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz, Avaz Erkinov aslida kim? Men yoshim 29 da. Futbolga juda yosh kiribmaganman. Ya'niki 14-15 yoshlarimda o'sha sport shkolaga shu quruvchi paytidan borganman. Quruvchi paytidan trenirlik qilishni boshlaganman. O'rtada juda ham nimjon, juda ham slabiy bo'lganligi uchun juda erta futbolda tashlaganman. Orada tashlagansiz futbolni. 2015-yil hamma futbolni yig'ishtirganman. Ya'ni katta sportni, ya'ni katta shu futbolni yig'ishtirganman. Shundan keyin o'zimni shu ishga berganman. O'sha hech qayerda futbol o'ynamaganman, shu faqat mahallalararo. U paytda bunaqa Havas media yoki poytaxt liga yoki AFL unaqa ligalar bo'lmagan. Keyin shu vaqt o'tdi. Birinchi bo'lib AFLda Chilonzor komandasiga bordim. Bu yerda ikkita o'yin o'ynadim. Ikkita o'yinda ham gol urdim. Keyin men o'zim armiyaga ketib qoldim. Shu bilan Chilonzor komandasidan ham ketdim. Keyin o'sha yillari, yanglishmasam 2019 yoki 2020-yil Uchtepa Boiler degan komanda ochildi. Kuchli jamoa bo'lgan, Boiler jamoasi. Uchtepa Boiler degan komanda ochildi. U yerda o'sha meni mahallamdek o'zimga yaqin akalarim bo'lgan. O'sishimga, tez bo'lishimga, tezligim oshib ketishiga, futbolni o'ynashni o'rganishimga ana o'sha komanda sabab bo'lgan. U komandada Vishkada o'ynaydigan akam bo'lgan. Ular menga juda ham ko'p narsa o'rgatganlar. Ismlari Ali. Ular yanglishmasam shu Sho'rtamda ham Vishkada o'ynaganlar. Ular oliy ligada to'p surganlar. Ular menga shunaqa gap aytardilarki, tramvay bo'lmadi. Ya'ni meni eskidan uslubim tashab qochardim, faqat to'g'ri yugurardim. Tezligingiz yuqori bo'lgani uchun tezligim o'sha yerda tezlikni oshirganman. Qanaqa eng komandada eng yoshi men edim. Uchtepa bo'ylarida eng yoshi men edim.
qo'pol qilayotganda eng tapishkasi ham men edim. Ya'ni keyin nimaga? Kopto, suv, shu komandada nima narsa bo'lsa o'zim qilardim. Chunki juda yosh edim. Shunaqa bo'lib, shu akalarimni, shu Ali akam, Bekzod akam, shu Bo'r akamlarning gaplariga kirib, yillar o'tib kuchayishni boshlagan. Men shu kuchayishimga katta sababchi bo'lgan o'sha akalarim bo'ladi, har tomonlama. Keyin Uchtepa bo'ylar oxirgi birinchi o'rinni oldik. Shu bilan hamma sekin tarqashni boshladi. Men shunda ishga kirishim kerak bo'lib qoldi, ishlashim kerak bo'lib qoldi. Bu yoqdan AZ Metalda ishchi kuchi keldi menga shu taklif qilishdi, ishlaysanmi? Da ishlayman dedim. Ya'ni daromadi yaxshi edi, chunki oilamga qarashmasam bo'lmas edi. Shu bilan meni Xorazmga jo'natishdi ishlashga. Xorazmda 1 oy bo'ldim. Bu yoqda o'shani armatura sotdim, u yerda yashadim. Oilamdan uzoqda bo'lganligim uchun baribir Toshkent Qumsar. Yaqinlarim, do'stlarim Qumsarda. Xorazmda qanaqa bo'ldi futbol faoliyati? U yerda ham qanaqadir ma'noda futbol o'ynab turdingizmi? Baribir sog'inadi-ku odam, o'ynagisi keladi. Albatta. Xorazmga borganimda ikkita ishchimiz bo'lardi. U ishchilardan bittasi futbolni juda ham yaxshi ko'radigan bor edi. U ishchi bilan tanishdim. Meni bir futbolga oldi. Futbolga bordim. Meni o'yinim ularga juda ham ma'qul bo'ldi. Chunki o'ttigilarda baribir sal slabiyroq ekan. Mana o'sha o'zda bitta odam banklar o'rtasida chempionat uyushtiriladi. Sen Xorazmda qancha bo'lasan? O'sha o'zda senga premiya beramiz, unaqa qilamiz, o'ynay bersang bo'ldi deb aytdi. Keyin men o'sha safarim qarib qoldi, men ketib qoldim, lekin o'sha Xorazmda ham bir oyda yanishmasam bir 4 marta o'ynadim bir oy ichida. Keyin shunaqa narsa bo'ldi, Toshkentga kelishimga sabab shu AZ Metal bo'ladi. O'sha AZ Metal o'sha kapitani Bilol bizani o'sha AZ Metal xo'jayiniga aloqaga chiqib, o'sha men futbolistligimni, men o'shani yil davomida har yili Bombardier lучший игрок bo'lishligimni xo'jayinga tushuntirdi va meni Toshkentga ishga olishdi. Shunaqa bo'lib, Uchtepa bo'ylardan ketishga majbur bo'ldim. O'sha ishim sababli AZ Metalga o'tdim. AZ Metalga o'tganimdan keyin Toshkentda ishladim. Keyin shu AZ Metalda shu bolalar bilan tanishdim. Bu payt AZ Metal unaqa kuchli emas edi. Sababi bolalar hali yig'ilmagan. Men o'tdim, mendan keyin yana yaxshi futbolistlar o'tdi. Shunaqa qilib AZ Metal zo'r holatda shakllandi. Mana hozirgacha shu AZ Metalda o'ynayman, hammasi yaxshi. Ko'plar bilan do'st bo'ldim, ko'plar bilan aka-uka bo'ldim. Meni tanimaganlarga qisqacha buni tushuntirib o'tdim. Biografiya Arslon, mana siz uchun ham yaxshi ma'lumotlar berildi hozir. Fikringiz qanaqa? Avaz Erkinov faoliyati mana 14 yosh kech kirib kelganman futbolga deyaptilar. O'zi shunaqa kech kirib kelgan futbolistlar ko'pincha yaxshi natijalarga erishadi. Qanaqa fikringiz shunga? Menimcha kech kirib kelgan bo'lsa, lekin bilmadim. O'yladim rostdan bir o'sha 6-7 yoshingizdan o'sha qanaqadir akademiyalarga borib, bir tayyorgarlik ko'rib, shunaqa professional bunyodkorim, paxtakorim o'shalar akademiyasiga borib shug'ullangansizda o'ylabman rostdan. Yo'q, 14-15 yoshda kirib bunaqa natijaga erishib, bunaqa natija deganda qanaqa o'yin uslubiga ega bo'lish menimcha zo'r natija deb o'ylayman, to'g'risi. Meni 13-14 yoshimda ham sizlarga ochiqlik aytaman, zo'r bo'lmaganman. Umuman zo'r bo'lmaganman. Chunki meni bo'yim 1.65 bo'lgan. Bo'yim juda ham kichkina, nozikkina bo'lganman. Men qachon o'sdim? 2021-yil o'sdim. Ya'ni qanaqa darajada o'sdim? Bo'yim o'sdi, fizически o'sib ketdim. Ungacha men juda slabiy bo'lganman, juda ham slabiy bo'lganman.
chunki Shu sezilarmidi futbolda. men futbolda O'zingiz his qilarmidingiz? yarim soatga ham kuchim yetmas edi. Mani trenerim mani nima uchun o'yinga qo'yadi deb o'zim savol berardim. Men trenerim aytardi, "Sen poliyani ko'rasan." Mani pozitsiyam o'zi opornikman. Opornik bo'lgan, koptonni olib bu yoqqa o'girardim. Shu danligim yaxshi bo'lgan. Ya'ni bu kraydan u krayga o'girishim yaxshi bo'lgan. Hujumni yaxshi to'xtatganmisiz? Hujumni. Da, men o'sha kichkina bo'lsam ham qo'rqmas edim. Hozir ham shunaqa. Masalan deylik, boshim yoriladimi, oyog'im sinadimi, qo'lim sinadimi, bu narsadan qo'rqmayman. O'ylamaysiz uni. O'ylamayman, chunki futbolda shunaqa narsa bor. Men u zo'r o'yinchi bo'lsa ham, желание bo'lmasa qiyin. Men желание bilan o'ynayman. Har bitta o'yinimni желание bilan o'ynayman. O'ylamaymanki, hozir sinib qolaman degan narsa bo'lmaydi. Bu narsa shu yoshligimdan bo'lgan, по желанию o'ynash, yutqizishni yomon ko'rganman yoshligimdan. O'sha 2021-yil qanaqa qilib o'sib ketdi degan savolga shu Uchtepa bo'ylar sabab bo'lgan. Nimagaki, komandada eng yoshimanman. O'sha akalarim menga ishonashardi. Ya'niki, hujumga qo'yib qo'yishardi. Men agar bitta to'xtab qolsam, gap eshitardim, so'kish eshitardim. O'shanga ham shu akalarimdan gap eshitmay deb yuguraverardim. Yuguraverganim sari, to'xtamaganligim sari o'sib ketaverganman. Bu narsani o'zim bilmaganman. Bu narsani qanaqa bilganman? Shu yil oxirida menga berilayotgan sovrinlar orqali bilganman. Demak, men o'smayman. Shu sovrinlar orqali natijalar bor. Keyin orada bir shijoatim uyg'onib, o'sha Uchtepa bo'ylari kapitani bo'lardi. Bekzod akam. Ular ham o'zi Vishkada o'ynaganlar. O'shalarga aytganman. Men bo'la olmaymanmi yana? Nima deb o'ylaysiz? Harakat qilsang bo'lasan deb aytgan. Yana trenovkani boshlaganman. Chunki u paytda o'sha meni bo'yim o'sdi, ko'zim yetyapti. Trenovkani boshlaganmiz. 2 kunga qolmay o'sha oilaviy aloqalarimiz to'g'ri kelmagan. O'sha yerda keyin yana to'xtatib qo'yganman. Shundan keyin faqat shu havas mediada, shu boshqa ligalarda to'p surib boraman. Shu Allohning izni bilan qaysi yangi ligaga kirsam ham yo'kida Luchi Bombardier, yo'kida Luchi Napadashi, yo'kida eng yaxshi o'yinchi, yo'kida o'sha oltin to'pga da'vogarlik anaqasida kiraman. Shu narsani aytib o'tmoqchi edim. O'zi nima deydi, futbolchiga eng kerakli narsa bu ko'proq ishonch. Ishonch kerak bo'ladi. O'zi hozir aytib berdingiz, ko'p futbolchilarni sizga xuddi misol qilib maqsa bo'ladi. Ishonch borasida o'sha tanisizga Lesterda James Vardy degani bor. O'zi menimcha ma'lumotlar bor, dikda bozorda arava tortgan. Futbolgacha arava tortgan. Shunaqa. Yo'q, o'sha Vardy o'sha jamoani anaqasi bo'lgan, homiysini qanaqadir ishlab chiqarish korxonasi. Lekin nima bo'lganda ham ishonch katta bildirildi-da. O'sha yerda chempionatdan chiqib kelgan u. Ishchilar o'rtasida chempionat o'tkazishganda, o'sha chempionatdan chiqib kelgan Vardy, asosiy jamoa. O'shanga misol qilib ko'rsam bo'ladi, rostdan ham ishonch bo'lgan, bar harakat bo'lgan, yoshi ancha katta payt professional futbolga kirgan. Lekin natijalari mana butun hozir u qayerda, biz qayerda O'zbekistonda ichida o'sha odamni tanib turibmiz, o'yinlarini ko'rib, muxlislik qilib turibmiz u odamga. Keyin o'sha nozikligingiz borasida kim? Messi, jahon darajada katta u noziklik, u hammasi ishonch. Odam o'ziga ishonib, misol uchun shu yugurib turib, borib qo'rquv aralash ishonch bo'lgan ekanda sizda. O'shani qilmasam hozir so'kish eshitaman degan narsani aytdingiz-ku. Shuning uchun keyin hozir Havas futbol ligasida o'tgan mavsumda rostdan anaqa ta'riflashga ham tilojiz, yondirib tashladingiz to'g'risi. O'sha polfinalmada
oxirgi gol. Warriors bilan o'yinda olib chiqib bilan ketgan. burchak to'pidan Samandar edi adashmasam, burchak to'pidan oshirib bergan edi. Bosh bilan emas, men Betis mana shu yarmi bilan urgansiz. O'shanda golda Arslon o'shanda sizga anaqani berib yuborgan oltin to'pni. u oltin to'pga rostdan endi nohaq bo'ldi yoki haq bo'ldi deb qanaqadir ta'rif bera olmayman. Shaxsiy fikrim endi tashkilotchilar bu narsani berdi, ovoz orqali yig'iladi. Bitta minus tarafi titullar bo'lmadi Aziya komandasida. Shu titul ta'sir qildi. Titul ta'sir qildi to'g'risi. O'tgan mavsum yondirib yubordingiz. Bitta narsani hayron qolyapman. Bu shu havas 3-mavsumidan Sonic jamoasiga borib qo'shildingiz, Hojimat Erkinov jamoasiga borib qo'shildingiz. Yo'q, hozir Havas futbol ligasida to'purarlar top 10 taligidan ham yo'q sizda. Nima uchun bu bunaqa yoki o'sha Havas futbol ligasi kerak emas bo'lib qoldi sizga? Yaxshi savol berdingiz. O'sha oltin to'p mana shu ligalar, o'sha medialar, shu har xil chempionatlar borasida biron marta oltin to'p sohibi bo'lmaganman. O'sha yili oltin to'p uchun rosa qiziqqanman, rosa harakat qilganman, rosa mehnat qilganman. Kutganman shu menga berishsa kerak. Nimaga kutganman? Chunki bu havas liga, havaskorlar. Ya'niki men futbolga havas qilib, havas ligaga boraman. Men prof emasman. Men masalan har kuni trenировка qilmayman. Lekin o'sha joyida o'sha ukamiz Felish. Azamat. Men u bolaga ikkita qo'limni ko'taraman, u haqiqatdan juda tez, juda texnichniy. Undan kopton olish ham juda qiyin. Lekin Xarakterli futbolchi. Yengil. Lekin meni tushunchamda u prof. U professional futbol bilan shug'ullanadi. Endi u prof, men havas. Havas. Havas ligasida prof olib ketursa, men loyiq deb bilamanki, Abdulloh Yo'ldoshev. Bizlar. U ham prof. To'g'ri. U Himoyachi. qanaqa rezultatlar qilib tashadi Aziya Metallda. Shunaqa. O'yinda Mayli titul deydik, lekin Havas ligada proflar olib ketursa, loyiq deb bilaman Abdulloh Yo'ldoshev. Endi Havas futbol ligasida bilsangiz, hakamlar ham FIFA qonunlariga rioya qilgan holda boshqaradi. Endi qonunlar ham jamoalarga ham o'sha oltin to'p olish yoki qanaqadir mana shu FIFA qonunlariga asosan ta'sir qiladi deb o'ylayman. Shu nimangizga fikrim faqat titulga qarash. Titulga qaraldi, faqat Arslon. o'sha jamoada o'sha aynan oltin to'p yutish uchun ko'proq professional futbolda ham titullarga qaraladi. Sizga bitta to'sqinlik qilgan narsa shu, rostdan bilmadim. Siz men boshda birinchi ko'rganimda professional bo'lsa kerak deb o'yladim. O'yin uslublaringiz, harakatlaringiz tez, vazingiz ham yengil, yugurishingiz ham tez. To'g'risi professional deb o'ylagandim sizni. Oxirida Omonov Javohirga o'sha to'puralik, Superliga to'puraligini tashlab berib qo'ydingiz. Yo'q, menimcha dedim, ololmasligini bildimikin yo dedim, yo titul yo'qligini sezdimikin degan narsa ham hayolimdan o'tgan mavsumda oldingiz o'sha qaysidir sovrinni egasi bo'ldingiz. Oltin butsani oldi. Oltin butsani oldi. Chempion ligasida oltin butsani oldi. Keyin Havas Superliga kubogini adashmasam o'shani to'puraliga oldingizmi? Yo'q. Liga Chempionlarda to'purarligim oldim. O'sha eng yaxshi napadaющий sovrin. Mavsumning yaxshi futbolchisini ham oldingiz. Eng yaxshi futbolchisini ham oldingiz. Zo'r, rostdan. Endi ta'rif berib o'ting, nima uchun Havasni tashab qo'ydingiz? Endi shunga ayting, qiziqtiradigan savol bu. Tashab qo'yganim yo'q. Bunga nima sabab bo'ldi desam bo'ladi. Hozirda men shu Sonic jamoasiga o'tganimdan keyin trenировkalari, o'zimni ustimda ishlashlari juda ham ko'paydi. Ba'zi paytlarda o'sha quvvatim yetmayapti, ya'niki qanaqa Aziya Metallda bu yili harakat qilyapmanki, mayli o'zim emas, ya'ni sherigim bo'lsin. Mayli jamoaviy o'ynaylik. O'shanga ko'p holatda meni zamindan tushaman yoki zamin bo'laman yoki shu yaxshi momentlarimni kimgadir beraman.
Keyin yana bir narsani sezdim. Har bitta tur u xoh boshqa tur bo'lsa, boshqa komanda bo'lsa, mana tanimaydigan himoyachilar ham meni yopib olishyapti. Ya'niki menga katta uchsa, yoki ikkita odam yopadi, yoki bitta odam yopadi, iloji boricha shu menga urmaslik. Men urmasam. Shu narsani sezdim. O'shanga ham shu endi ozgina aql bilan o'ynayman deb, mayli sherigim ursin deb pasni beraman. Uslubni o'zgartiryapti. Uslubni o'zgartirdim. Bu narsa lekin o'tgan mavsumda ham bo'lgan. Shu e'tibor berganman to'g'risi. Chunki nima deydi, havas bo'ligasi Super Ligada o'zi bunaqa konkurensiya ham juda kuchli emas edi o'tgan mavsumda. Yana bitta sizga nima bo'lardi o'sha, chunki yopib tashardi, bilardim, e'tibor beraman shu narsaga. Lekin menimcha o'tgan mavsumdagi o'sha bunaqa deb qolsa yaxshi bo'lardi fikrim. Chunki o'tgan mavsum mendan keyingi raqib yeta olmaydigan darajada ko'p gol urgan. U gollarni asosan Medgaradokda yugurganimda o'ynagan. Nimaga Medgaradok shunaqa jamoa o'rtada shu hamma bilgan shu Farruh akam, ya'ni Bo'ri va Sanjar Shorahmedov va Sarvar Shorahmedov. Ular menga shunaqangi pas yetkazib berishadiki, men ochib artaga ursam bo'ldi. Shunaqa bo'ldiki, men o'zimni mendan keyingi raqib ko'ryapman. Kamida mendan 20 ta gol ketdi. O'sha e'tibor berdim, men 38 ta qolib ketgan Chempionlar Ligasida. Menimcha nimchorak finalgachami adashmasam 38 ta gol qolib ketgan ikkinchi o'rindagi futbolchi. O'shanda tan berdim rostdan. Shunaqa o'sha Medgaradok meni juda ham shu Bombardier bo'lishligimga, hattoki o'sha Medgaradokning sponsori Sanjar akam ham katta liniyada turgan menga bergan o'sha. Shu darajada, shu bahosi. Xohlashganda sizni o'sha endi titul olishingiz. Aziyada men Aziyani bolalarini aniq hali misol uchun Bo'ri akamdagi, Sanjar Shorahmedovdagi o'yinchi yo'q Aziyada. Bizning o'rtamizda kim o'ynaydi? Abdurahmon To'xtayev va Zo'far. Ular juda tez, juda zo'r. Ularning o'zining uslubi bor. Hozirda shu men shu zamin bo'laman yoki shu zamindan tushaman. Shu sababli ham Bombardierlikka 10 taliga hali kirmaganman deb o'ylayman. Jamoa muhitini buzish niyatim yo'q-ku, lekin menimcha men shu birinchi mavsumdan keyin o'sha Aziyadan ketishingiz ham shunaqa zamindan tushib shu chetda qolib ketishingiz Medgaradokka o'tishingizga sabab bo'lmaganmidi? O'sha Aziyadan ketishingizga nima sabab bo'lgan edi? O'shanaqa holatlar hozir yuz bermayaptimi jamoada? Xuddi eski holatga qaytib qolmadimi Aziya? Xafa bo'lishmasin Aziya jamoasi mana anaqalar. Yo'q, Aziyadan ketish niyatim yo'q. Aziya bu Yo'q, ketish niyatingiz bormi yo'qmi? Ana o'tgan mavsumda ketishingizga nima sabab bo'lgan? Hozirgi mavsumda Medgaradokka qaraganda solishtiruv qanaqa Aziyada o'sha solishtirib ko'rsatsangiz? Aziya bilan Medgaradokni solishtirib bo'lmaydi. Buni bolalarning o'ziga ham aytaman. Medgaradok qanaqa futbol o'ynashadi? Aqlli futbol o'ynashadi. Sizga ochig'ini aytaman. Medgaradok juda aqlli, oddiy futbol, oson futbol. U yoqda turib futbol o'ynasangiz bo'ladi. Nimaga? Chunki yosh katta odamlar opitni o'ynaydi. Aziyada qanaqa futbol? Shu hamma o'zini fiziki, ya'ni jismoniy, ya'ni individualniy futbol o'ynaladi. Medgaradokda aql bilan o'ynaladi. Jamoaviy futbol demoqchisiz. Aziyadan o'sha paytda nima uchun Medgaradokka o'taman deb ketganman. Aziyani ichida shunaqa narsa bo'lgan, o'sha Aziyani yopamizmi degan narsa bo'lgan. O'shaning uchun men shu ko'proq yopiladi deb o'ylaganman. Medgaradok bilan gaplashgan. Medgaradokka shu o'tishimning sababi shu bo'lgan. Keyin Aziyada homiy o'sha paytda bo'lmagan. Men уже to'g'risini aytganda, men уже tirikchilik qilishim kerak bo'lgan. Endi uylanishga harakat boshlangan bo'lgan menda.
Medgarodokda o'sha premiyasi bo'lgan. Shu sababli ham Medgarodokka o'tgan. Keyin Medgarodokka o'tdim, yaxshi natijalar oldim. Medgarodok ham yopishdi. Endi bizda katta bo'lmasa ham kichkina auditoriyamiz bor Havas futbol ligasida, o'sha Havasda o'sha Aziyadan Medgarodokka o'tgan paytingiz har xil gap so'zlar chiqqan, to'g'risi juda xuddi Fabrizio Romano here we go degan narsaga o'xshagan narsa bo'lib ketgandi, to'g'risi xuddi PSJga Messi o'tganda narsa bo'lib ketdi rosti. Kichkina auditoriyamiz bo'lsa ham shunaqa kutilmagan transfer bo'lganda. O'zimizga yarasha auditoriyamiz bor. O'shanda kutilmagan narsa, har xil gaplar chiqadi. O'shalardan kelib chiqqan, chunki aniq ma'lumotni jamoa ichiga, muhitiga kirib o'rganib chiqmaganim sababli o'sha fikr bildirdim. Balki Aziya jamoasi o'sha zaxira o'rindig'ida qolib ketayotgani uchun, balki o'sha o'yin nima deydi, o'yin vaqtlari bermayotgani uchun ketgan sabab deb taxmin qiluvdim. Hozir aytishingiz bo'yicha haqiqatga to'g'ri emas ekan. Yo'q. Hozir to'g'risi men hamma o'zimni kuchimni, o'zimni shu e'tiborga bo'lgan e'tiborimni Sonicsga qaratganman. Chunki Sonics nimaga unga qarataman? Chunki Sonicsda aniq bir g'oya, aniq bir maqsad bor. Bu havasliga shu Aziya Metal u mana o'sha do'stonaviy, ya'ni aka-ukalar, ya'ni boraman, albatta natija uchun boraman. Bu yili boshqacha bir Shlaniya bilan o'ynaymiz, ya'ni chempionlikka o'ynaymiz. Uzoq kutilgan chempionlikga o'ynayapti Aziya jamoasi. O'shanga ham deb o'ylayman, o'sha Aziyada hozirda shu top urarlikda yo'qman deb o'ylayman. Eslatib o'tamiz, o'sha Havas futbol ligasida, Super ligada aynan bu mavsumda chempion bo'lish imkoniyati juda ko'p jamoalarda bor. O'tgan yilgiga o'xshagan qo'pol qilib aytganda Monopoliya komandalar yo'q, Medgarodok yo'q, Ansar yo'q. Chempion bo'lishning imkoniyati hammada bor. Progress deysan, Mebax, Aziya, Mevachi, hamma jamoada imkoniyat bor. Monopoliya jamoa deganingiz endi nima? Xuddi nimaga misol qilib ketdi. Xuddi yillar davomida Ronaldo, Messi hech kimga oltin to'p bermay kelgan-ku, tushunyapsizmi? Bir kuchli bitta mana bo'ldi, mana shu chempion. Mavsumni boshidan aytadigan chempion bo'ldi. Osonlikcha erishmagan. Yo'q, oxirgi yillarga qarasangiz, ochkolar вообще tepadagi 4 ta jamoa xuddi boshqa liga yasab oldi, tushunyapsizmi? Ochkolar shunaqangi dahshat bo'lib ketgan. Bu nima aytadilar bu narsani? Monopoliya deganda o'sha paytda shunaqa gap so'z yurardi baribir. Ansar liga. Ansar liga. Shunaqa. Liga. To'g'risi, ko'pchilik shunaqa deb yurardi. Bu Ansarga oson bo'lmagan. Haqiqatan Ansarni komandasi haqiqatan kuchli bo'ldi. Hech kim muhitda yurgan odam biladi-da buni. Har bitta pozitsionniy bollari kuchli bo'ldi. Har bitta mana o'sha sastavimizda Medgarodok bo'lib ham o'ynadim Ansarga qarshi, Aziya bo'lib ham o'ynadim Ansarga qarshi. Har bitta pozitsiya zo'r, har bitta bolla kurashadi. Ya'ni lekin shunaqa gap yurgan Ansar ligi yoki Medgarodok ligi, Ansar chempion bo'lish kerak. Endi kuchli komandalarga baribir shunaqa gap bo'ladi. Endi bu psixologiyasiga ham ta'sir qiladi-da boshqa jamoalarga bu, to'g'risi. Bu bo'ldi Ansar degan hozir bizga yo'l qayda degan narsa ham bo'lishi. Bu mavsumda aytmoqchimanki, imkoniyat bor. Ko'p jamoalarda imkoniyat bor. Har qanday jamoa yutishi mumkin. Chempion bo'lishi mumkin. Oldinda endi yarim mavsumni ozgincha o'yini turibdi, ikkinchi mavsum turibdi. Avaz Erkinov o'zi qanaqa futbol tarafdori degan savollar ham bor edi ro'yxatimizda. Tezkor futbol yoki o'sha jamoaviy futbol, aqlli futbol. Qanaqa futbol tarafdorisiz? Masalan, Aziya jamoasini bilamiz. Uslubni tez o'zgartirib turadi. O'yinni tempini xohlagan paytda o'zgartira oladi. Chunki o'sha Abdullo birinchi figura hisoblanadi. Tempo o'zgartirish bo'yicha o'sha ko'p kuzataman-da, taktikada Abdullohdan foydalanishadi. Hujum bilan himoyani almashtirgan holda yoki Aziya vakillari maydonga joylashib olishadi. Turgan joyida o'yinni
jamoa o'sha raqibni charchatishga harakat qilishadi. O'zingiz qaysi uslub tarafdorisiz? Men yaxshi savol berdingiz. Yanglishmasam bir 3 yildan beri Aziya pressing qilib o'ynaydi. Pressing qilib o'ynaydi, lekin natija 2-o'rin, 3-o'rin, 4-o'rin. Bu yilgi mavsumda men u Aziya jamoasi o'ziga ham aytganman. O'ynab ko'rish kerakki, kuchli komandaga qarshi obrona. Nima uchun men bo'ylardan kelib Aziyaga shu narsani aytganman, obrona o'ynaydik. Ular menga yo'q deyishgan. Nimaga? Chunki bizda har bitta pozitsiyonni bolalar kuchli. 3 yil o'tdi, lekin bu rezultat bo'lmadi. 2-o'rin, 3-o'rin, 4-o'rin. Nimaga obrona deydigan bo'lsam, Uchtepa bo'ylarda obrona o'ynaydi. 2 yil mavsum o'ynagan bo'lsak, 1-yil 2-o'rin, 2-yil 1-o'rin. U paytda mana hozirgi komandalardan kuchli komanda bo'ldi. Omadni bilsangiz kerak, u hamma eng lutchilar o'ynagan. Shunaqa kuchli o'yinchilar bo'lgan. Kuchli o'yinchilar. Omadni yutganmiz. O'sha paytda mexanik degan komanda ham. Mexanikka ham yutganmiz. Mana degan kuchli komandani shu Allohning izni bilan yutganmiz. Endi u paytda bizda taktika qanaqa bo'ladi? Obrona. Nima uchun obrona desangiz, biz sentrda kutib olardik. Qarshi hujumga tayyor. Qarshi hujumda kimlar turardi? Oldida men, o'ng krayda Zofa, chap krayda Mo'min. Mo'min Zofa u paytda shunaqangi tez edi, ulardan kaptoni ham bo'lmas edi. Ya'niki Mo'mindan kaptoni bo'lmas edi. Mo'min menga yetkazib berardi, men shu Allohning izni bilan savalaydim. Shu narsani Aziyadan qo'llash kerak deb doim aytib kelganman. Chunki mana pressing qilganda birinchi kuchingiz pressing ketadi. Kaptoni u raqib komanda tep borsa ham o'rtaga tepadi. O'rtaga tepganda yana kuchingiz kaptoni olish uchun ketadi. Yana ataka qilmoqchi bo'lsangiz, yana kuchingiz ketadi. Bu yerda 3 ta kuchingiz ketadi. Siz agarda obronada kutib olsangiz, kaptoni olasiz va ataka qilasiz. Shu narsani sinab ko'rish kerak. Bu narsani men o'zi azaldan aytib kelganman. Ko'p endi bizani ichimizdagilar yo'q, biz kuchli komandamiz, o'shanga pressing qilib o'ynaymiz deb aytishadi. Bu narsani meni fikrimga qo'shilgan yana bir odam bor. O'sha Ansar jamoasidan bizga o'tgan Bobur Asqarov. Shu narsani Bobur juda ham ko'p aytadi. Biz kuchli komandamiz. Biz atakuющий bolalar ko'p, individualniy bolalar ko'p. Masalan, hozir men bemalol ayta olamanki, mana havas ligani eng tez yuguradigan bolasi Sako. U Sonicsda ham eng tez yuguradigan Sako. Bemalol aytamanki, butun media komandalar yoki butun havas liga bo'lsin, eng tezi Sako. Lekin Sakoni hozir jarohati bor-da. O'sha jarohatini men sal unutib qo'yapti-da. Nima deydi? Pakoy berish kerak-da. Sonicsda ham masalan aytasiz-ku. O'sha tayyorgarlik, trenirovkalar, masalan videoga tushish kerak, challengelar qilish kerak. Bu yerda ham kuch sarflaydi Sako. Shunaqa. Lekin o'sha biz shunaqa individualniy bolalarimizdan foydalanishimiz kerak deb aytmoqchiman. Ya'niki obrona o'ynasak. Misol uchun atvorot tepsa ham Abdulloh Yo'ldosh bilasiz, kamida 3 metr sakraydi. Bizga yutib beradi. Olib beradi. Birinchi kaptoni biz mana kapton menga tushsa yoki bir Sakoga tushsa yoki shu chap kirayimizda Mo'minga tushdi deydi. Kapton biz individualniy birga bir alda olamiz. Va kontratakada urishligimiz oson bo'ladi. Va shu o'rta ham zichlashadi. Ya'ni Aziya metaliga shu narsani qilib ko'rishlikni aytaman. Ya'ni bu sezon. Abdulloh bilan ko'p kuzatganman, yaxshi chiqishasida. Uzoqdan o'sha har xil manevrlar bilan, har xil belgilar bilan gaplashib qo'yasizlar. O'sha qaqqa tep berish kerak, qaqqa chiqish kerak. O'zi Abdullohning o'sha jamoada
borligi, masalan, bir qo'shimcha kuch bo'lsa, maydonga tushganda yana ham qo'shimcha kuch bag'ishlaydi Aziya jamoasiga. Siz qanaqa baholaysiz Abdullohning o'yinini? Abdulloh o'yini agarda u xohlasa bir o'zi ham o'yna oladi. Odatda bir xil payt shunaqa narsa bo'lib qoladiki, Abdulloh yosh, qiziqqon. Agarda miyasi o'chib qolsa, butun tempni o'zgartirib yuboradi. Biz qo'yishi ham mumkin o'yinni. Shunaqa. Butun tempni o'zgartirib yuboradi. Lekin ba'zi holatda yo 8 minut, yo 10 minutdan keyin o'ziga keladi, yana komandani qo'lga oladi. Shunaqa odatlari bor. Agarda biza yutqizayotgan bo'lsak, u shoshib qoladi. Oldiga chiqib ketadi. U oldiga chiqib ketgandan keyin orqa qolib ketadi. Biza shu polani o'zida hammamiz gapiramiz. Abdulloh orqaga qayt. O'zing orqada o'ynamasang bo'lmaydi. Keyin o'zi kallada urib yoki nimadir rezultat qilib, nechiga qilib orqaga tushib oladi. Buni shunaqa xususiyati borki, u ham yutqizishi juda ham yoqtiradi. Jamoa uchun o'ynaydi. O'tgan mavsumda o'sha aynan aytayotgan o'sha bosh yuzingiz bilan ko'rganda son qismidan jarohat olgan, ko'rdim jarohatni, chunki maydonda o'zim kuzatganman. U oddiy jarohat emas-da, u. Rost oddiy jarohat emas. Shu ahvolda ham shuni sho'rtin tepaga nima qilgan, jamoasiga zo'r yordam bergan. Juda ham fidoyi futbolchi desak bo'ladi. Jamoasi uchun kerakli futbolchilardan biri. Shu Abdulloh Yo'ldoshev bo'lishligi va u ya'ni o'sha Lokomotivda ham ba'zida основа tushdi ham. Shu bola shu havasligida shunaqa azartli o'yinlardan ancha o'pit oldi. Buni o'zi ham tan oladi. Ancha o'pit bo'ldi shu havasligi, chunki o'tgan mavsum shunaqangi ya'ni janglar bo'ldi. Har bitta komandada bilan har Medgaradokka qarshi yoki Ansarga qarshi yoki Mebaksga qarshi ham shu bola shu yerdan ancha o'pit oldi. Buni o'zi ham aytadi, buni biz ham aytamiz. Va o'sha Lokomotivda ham o'zini o'sha komandasida ham ancha ya'ni awareness deydi-ku, ishonch, o'ziga bo'lgan ishonch juda ham oshib ketdi. Bunga biz albatta xursandmiz. Biz ham xursand bo'lganmiz. Abdullohning o'sha Lokomotivdagi yutuqlarini ko'rib kuzatib, shaxsan o'zim kuzatardim. O'zi masalan o'sha mediada faoliyat olib borsam ham ko'pchilik meni tanimas ekan o'zi. Masalan siz yoki yaqinlar tanisa ham masalan bir xilda tanimas ekan. Shuning uchun ham uncha ko'p jayana qilib ketmayman, ko'p kuzataman men. Shuning uchun Abdullohni ham kuzatib turardim. Yaxshi o'sha kelib orqasidan poylab kelishardi. Bechorani ishda jarimaga ham tortishgan, professional futbolchi bo'lgani uchun hech nimaga qaramasdan jamoa uchun har doim tayyor turardi. Shu zaminada turardi, kutib turardi va agar mabodo Aziyaga nimadir bo'lsa, formalar hamma narsa tayyor, tushib ketardi qo'rqmasdan. Juda ham Aziyaga sadoqati kuchli. Aynan o'sha futbolchini deb Lokomotivda o'yinni birinchi marta ko'rganman. Yo'q-ku. Umuman bu Lokomotivda to'g'ri bunyodkorligini ko'rganman. Keyin Buxoro degan jamoanikini ko'rganman. Buxoro jamoasi 2-divizionda payti ham ko'rganman. Paxtaga shunaqa yaxshi kam Lokomotiv o'yinini ko'rmaganman. O'sha Aziyada shu havas bo'lib keldim, o'sha Aziyada o'yinda o'sha Abdulloh akaning o'yinlarini ko'rdim. U professional, u qanaqa o'ynar ekan o'zi zahim. Ko'rdim. To'g'risi maza qildim. Lokomotiv o'yinini ko'rib maza qildim. Xo'p, yaxshi, avaz to'g'risini aytamiz. Professional futbol bo'ladimi, havaskor futbol bo'ladimi, bolalar futboli bo'ladimi? Har doim o'sha oilaviy muhit ta'sir qiladi. Har bir futbolchiga. Professional futbolchi bo'lsa ham yoki havaskor futbolchi bo'lsa ham siz mana ko'p ta'kidlab o'tdingiz mana gaplaringizda shunaqa vaziyatlar bo'lgan, ishlashga to'g'ri kelgan, futbol уже 2-3 darajali o'ringa tushgan. O'zi mana sizni futbol faoliyatingizda, shu futbol yo'lingizda sharoit
qay darajada bo'lgan mana O'zbekistondagi o'sha futbol sharoiti qaysi darajada bo'lgan e'tibor mana hozir yuqori-ku e'tibor. Bolalar prosta qiziqmayapti futbolga. Ilgari qiziqadigan odam ko'p bo'lgan, lekin sharoit bo'lmagan deymiz-da masalan. Hozir teskarisi. Hozir sharoit bor, qiziqish ko'proq boshqa narsaga o'tib ketgan. Sizda shu jarayon qanaqa o'tgan? Men bilaman, что ozgincha qiyinchilikdan o'tganman deb hozir ta'kidlab o'tdingiz. O'yingizdan eshitmoqchiman-da men. Biza oilada 4 o'g'ilmiz. Onam bilan o'g'il. Shu 2004-yil adamlar vafot etganlar. Mani futbolga onam olib borib kelardilar. O'shanda eslayman. Tramvaylar juda ham 50 so'm bo'lardi. Onam borib kelishimga 2 so'm berardi. O'sha hali ham eslayman, shu 2 so'mni eski televizorlar bo'lardi, bilsanglar Golden Star degan. 2 so'mni o'sha televizor tepasiga qo'yib qo'yardilar, onam u paytda kitish derdi. Ertalab chaslik klinika o'tdan chiqib bog'chaga borardi. Kitish derdilar, shu 4 ta bolani boqishlik uchun 2 xona uyda yashardik. Siz katta farzandsiz? Yo'q, men 3-farzandman. Katta farzand adam o'lganlardan keyin katta farzand 14 yosh bo'lgan. Keyingisi 12 yosh bo'lgan, men 8 yosh, ukam 1 yosh 2 oylik bo'lgan. Bu taqdirimizda yozilgan, alhamdulillah. Shunaqa qiyinchilik bo'lgan, onam futbolni yaxshi ko'rishligimni baribir bilganlar, hech qachon to'smaganlar. Ya'niki shu meni sharoitimni, shu futbolga bo'lgan sharoitimni ta'minlab beravergan. Ya'niki his qilganlar-da shuni, shu futbolga qiziqishingizni his qilgan. Chunki otamni o'zlari futbol o'ynaganlar. Juda yaxshi o'ynaganlar. Buni meni taniganlar, meni otamni taniganlar juda yaxshi biladi. Otamdagi haligi talant 4 ta o'g'ilga cho'chilgan. Masalan, deylik, katta akam futbolga juda ham qiziqadi. U ham yoshligida yaxshi o'ynagan. Ikkinchi akam mendan ham tez yuguradi. Chunki otam tez yugurgan. Men o'zim otamni o'yinlari 80% menga o'tgan. Ukamni udari zo'r. Otam 2 ta oyoqda udar debgan. O'sha otamni talantlari to'g'riga o'tgan. O'sha mana shu katta akam 14 yoshida ishlashga majbur bo'lgan, chunki onam ishlaydi o'sha. Katta akam ishga kirgan, ikkinchi akam ham o'sha 12 yo 13 yo 14 yoshida balarchilikka kirgan. Ukam hali yosh. Men shu to'g'risi shu hammasini kuzatib turgansiz, bilib turgansiz. Shunaqa bo'lgan, men shu mahallada katta deb yurardim. Shu yoshligimda meni kumirim Bo'ri akam bo'lgan. Chunki biz Bo'ri akam bilan qo'shnimiz. Meni kumirim Bo'ri akam bo'lgan. Bo'ri akamning soch turmagiga qanaqa bo'lsa, men ham sochimni shunaqa qilib yurardim. Bo'ri akamning kiyimini olish menga orzu bo'lardi. Bo'ri akam agar menga qarab qo'ysalar, bundoq qarab qo'ysalar, xursand bo'lib ketardim. Soch ham o'stirganingizni ko'rganman o'zi. Shunaqa. Bo'ri akam shunaqangi men yaxshi ko'rganman. Bu odam bilan o'sha paytda mahallada Bo'ri desa hamma taniydi. Hozir ham shu. Legenda. Keyin shu mahallalararo o'ynab yurardim. Bo'ri oxiri Bo'ri akam bir kun meni o'yinimni ko'rib qolgan. Qattiq futbol bo'lsa, meni chaqiradigan bo'lganlar. Men shu borib o'ynaydigan bo'lganman. Shunaqa bo'lib keyin o'sha futbolga qiziqib ketdi. Futbolga onam quruvchiga xolamgilar orqali, tanish bilish orqali quruvchiga olib borishgan. Meni quruvchiga olib borishgan. Quruvchida shu futbol o'ynaganman, trenovka qilganman. Shu keyin o'sha yo'lkaralar, o'sha forma, butsilar, o'sha pul kerak. O'sha oilamga qarayman, o'sha yetishmovchilik. Murabbiy qanaqa munosabatda bo'lgan masalan?
Murabbiylar endi men slabiy bo'lganman-ku. Bu paytda shunaqa ediki, agar misol uchun zo'r o'ynaganimda murabbiyni o'zi tortib berardi. Zo'r o'ynaganimda zo'r bo'lgan. Lekin bu payt unaqa zo'r bo'lmagan. Men shu kollej 1-kurs paytimda futbolga boraverganman. Shu bu paytda o'sha 1-kurs paytimda Chig'atoyga borardim. Spartak degan komandada o'ynab turardim. Mana o'sha paytda meni o'smir paytim edi. O'sha paytimgacha onam pul bilan yordam berib turgan bo'lganlar. Men o'zimga pozvolat qilmaganman, chunki uyingizga kirsak yetishmovchilik ko'p. Uy 2 xona, katta akam uylantirish kerak, yoshlari katta bo'ldi. U uyga kelin tushirish ham xato, chunki 4 o'g'il, kelin juda ham tiqilib qolamiz. Keyin men 1-kurs paytimda to'yxonaga ishga kirganman. Ya'ni Do'mbirot to'yxonasiga ishga kirganman. Ofitsant bo'lib ishlaganman. O'sha paytda oshga 12 ming so'm, to'yga 18 ming so'm berilardi. Tirnovkani qoldirmaganman. O'sha payt Chig'atoyga borib yuraverardim. O'sha pulni Tirnovkamga ishlatardim. O'zingiz homiylik qilgansiz. Lekin juda ham o'zimni charchatib qo'yganman, chunki osh bo'ladigan kun kechasi borasiz. Uxlamaysiz. Uxlamay osh o'tkazib kollejga borasiz. O'qishdan chiqib Tirnovkaga borasiz. Keyin kechqurun yana kechqurun to'y bo'lib qolsa to'yga borasiz. Orada to'yxonani o'zida uxlaysiz. 2 soat, 3 soat. To'g'ri. Bir oy davomida shunaqa ishlab o'zim ko'taraman deganman va unda o'sha quvvatim qolmagan. Bir oyda quvvatim qolmagan. Shu keyin o'sha meni xolalarim o'sha paytda Bunyodkor dublga borib ko'rchi deyishgan. Ya'ni tanish bilish orqali dublga borganman. Bir hafta Tirnovka qilganman. O'sha bitta kasana futbol o'ynatgan. Bitta kasana futbol u yoshimda meni miyamga o'sha sig'mayapti, eplolmayapti. Bu bilib turibman bu narsani. O'sha trenerimiz Sasha Mochinov bo'lgan. O'sha Mochinov bizani meni oilamni bilgan, sharoitimni bilgan, har tomonlama bilganligi uchun ham Tirnovkadan keyin meni o'sha yoniga chaqirib shunaqa bir aytganki, avaz degan yo futbolni tanla, yo oilangni tanla. Sababi juda noziksan. Sen onangga qarashing kerak deb aytgan. Ana o'sha gapi butkul meni sindirib qo'ygan. Va o'shandan keyin absolyutni Chig'atoyga ham bormaganman. 2015-yil Chig'atoyga ham bormaganman, Bunyodkorga ham bormaganman. Absolyutni tashlab olganman. O'zimni ishga berganman, shu yog'iga ishlaganman. Lekin 1 yil o'zim kela olmaganman. Lekin shuncha qiyinchiliklarga qaramasdan sizni fartoviy o'yinchi deb hisoblashadi. Siz tanigan shu jamoadoshlaringiz sizda har doim yaxshi imkoniyatlar bo'lgan. Maydonda uchun gol kiritish bo'ladimi yoki qaysi vaziyatdan foydalanish pasmi? Yaxshi natijalarga erishgansiz. Buni ortida albatta o'sha mehnat, qiyinchilik hammasi turibdi. Muhimi hozir yaxshi uylandingiz, yaqinda yaxshi bu ham bir yengillik. Uylangandan keyin bilamiz, masalan, Arslon hali uylanmagan, ozgincha bor bularga ham, xudo xolisa. Lekin mana uylangandan keyingi holat, futbolga bo'lgan e'tibor biroz bo'lsa ham o'zgaradi. Baribir o'sha oila, mas'uliyat degan narsalar bo'ladi. Katta bola koptor ketdan yurgan, anaqaga chiqarib qo'yishadi. Qaynana degan anaqalar bo'ladi. Bor-ku bizda o'zbekchilik. Shunaqa. Qanaqa munosabat bo'ldimi to'ydan keyin futbolga? Baribir o'sha oila kengaydida. Yo, alhamdulillah, uylanish bu ne'mat. Uylanish bu hammaga har xil. Masalan, men uylandim. Bu ne'mat, bu shunaqangi baraka bo'ldi. Uylandim, mana Sonics chiqdi. Uylandim, o'ynim yanada ochildi.
uylandim, ahlimda, oilamda baraka kirdi. Chunki men o'zim akamdan oldin uylandim. Uylandim ham Allohning izni bilan yaqinda akam uylandi. O'sha akam uylanishligiga shu sababchi bo'ldim. Ya'ni shu ayolimni qarindoshini, ya'ni o'sha uyga kelin bo'lib keldi. Qarindosh urug'chilik yana ham shunaqa kuchaydi. Shu o'zim e'tibor beraman, menga shu uylanganimdan keyin ko'pchilik yetdi, endi avaz Yarashtir. yo'q. Avaz sinadi. Ya'ni avaz semiradi. Avaz tezligi yo'qoladi. Avaz susayadi. Bu narsa ko'p etildi menga. Men shu gapga qarshi yurdim. Ya'ni stressni. Ishonmang. Men o'zi hozirgi kunda trenerman. Menga rejimli hayot, ya'ni rejimli ish yo'qmi? Ya'ni ertalab 8 da tur, 6 da ish. 8 da ishga bor, 6 da ishdan qayt. Bunaqa rejim yo'qmaydi. Men doim erkin va familiyangizga mos. O'zimga o'zim xo'jayin bo'lishni yaxshi ko'raman. O'sha gaplardan keyin men o'zim ustimda ishlashni boshladim. Uylangandan keyin uylandim ham ertasi kuni futbolga borganman, o'sha aniq esimda. Mana deb na prinsipsiz gapirganlar-a. Ertasi kuni uyga futbolga borganman. Bir haftadan keyin ham ko'pchilik o'yinga tushibdi, ura olmayapsan, undoq qilasan, bundoq qilasan. Keyin u gaplar menga zo'r ta'sir qilgan. Keyin men уже trenovka qilishni boshladim. Ya'ni ertalab chiqib yuguraman, trenovka qilaman, kopto bilan shug'ullanaman. Alhamdulillah, Allohning izni bilan mana Sonixga olindim. Sonixda hozir mana o'sha yaxshi, ya'ni yuguryapman. Alhamdulillah, travmam yo'q. Ya'ni uylanish bu baraka srazi sezildi shu uylanganimdan keyin. Qayerda trenersiz? Hozir men o'sha mahallamizdagi 203-maktab katta qani shkolasida trenerlik olib boraman. Necha yoshda? Bolalar 2016-yil bolalar o'shalarga trenerlik o'tdi. 2016-yil. Ya 2016-yillar ham katta. 2018-yilda prinsipga chiqyapti. 2016-yilda katta bola bo'lgan. 11 yoshmi? 10 yosh. Hammasini otini esizdami? Ha? Bolalar bilan ishlash qanaqa? Shogirdlaringiz bolalar bilan ishlash juda zo'r. Men kayfiyati yoki yani o'sha yoshligingizda mana yoshligingizga ko'p qaytamiz-da. Chunki baribir futbolga bog'liqda yoshligingiz. Hozir bular ham masalan yosh. Qanaqa endi ular anaqaga mashg'ulotga qanaqa kelishadi? Majburlab olib kelishyaptimi ota-onalar yoki xohlab kelayotgan bolalar ham bormi? Nima desam ekan? Bolalar shunaqaki, ba'zilari qiziqadi, juda ham qiziqib keladi. Yomg'ir desangiz, qor desangiz, suv deysizmi keladi. Ba'zilarni ota-onasi qarshi nimaga sovuq, bolam kasal bo'ladi. Bola o'zi jilana bilan xohlaydi, lekin ota-onalar bunga yo'l qo'yishmaydi. Shunaqa ota-onalar bor ekan. Lekin men o'sha ota-onalarga ko'p marta aytamanki, biz o'zimizni yoshligimizga qaytaylik. Qanaqa suvlarda yurardik, qanaqa qish edi, qanaqa ko'chalarda yurardik. Hozirgi ota-onalar o'sha bolalarini juda ham ayab qo'yishdi. Juda ham nozik tabiat qilib qo'yishdi. O'shanga ham men shu narsani aytaylik. Bolalarga bitta narsada juda ham qo'rqaman. Bolani shu futbolga bo'lgan shijoati o'ksib qolmasin deb. Ota-onalar maylisi qilganda ham har bitta bolani otasi bormi, onasi bormi, shu narsaga e'tibor beraman. Bu narsani nimaga aytaman? Bu narsa meni mashtimda ozgina dog' bo'lib qolgan. Bir kuni shu Chig'atoyda trenerimiz o'yinimizdan keyin hammamizdan yig'ib aytgan. Bu paytda уже 2014-yil meni otam o'tib ketgan. 10 yil bo'lgan. Trenerimiz aytibdilarki, yakshanba kuni o'yin hammani otasi kelsin.
Ya'ni nima uchun keladi? Hamma qog'oz ruchka olib kelsin. Xatoinglarni otang yozsin va o'zlaring xatoing ustida ishlanadi. Bu ham bitta usullubda. Uslub. Ya'ni o'sha paytda hech qachon unuta olmaganman hozirgacha. Yakshanba kuni keldi. Juma kuni Tirnovga o'ylayapman. Mani otam yo'q. Kim yozadi? Yakshanba o'yinga tushdim. Polani o'zida yig'lab yugurdim. Bu narsani unuta olmayman. Akamni olib kelaman desam, akam ishda, yaqin qarindoshlarimga qanaqa aytishni bilmayman. Oxiri o'yinda yig'lab chiqqanman. Bilsam, trenerim mani otam ekan. O'zlari yozib turganlar. O'zlari yozib turgan. Bilsam, u odam mani otam yo'ligini ham bilar ekan. Ismlari Shavkat, hozirda o'sha Lokomotivda 2015-yillariga tayinlangan. Ana o'shanaqa hodisa hozirgi o'zimni bolalarimda bo'lib qolmasligi uchun shu narsaga juda ham xushyorman. Mas'uliyatingiz yana ham oshibdi-da, murabbiylik sohasiga yana kirgan bo'lsangiz, o'sha majlis, ota-onalar bilan aloqalar o'rnatish, Telegram gruppa, o'yinlar o'tkazish bor bu yoqda bolalar, ular uyga yetib olguncha telefon. Shunaqa bolalar, men o'zim bolajonman. Juda ham bolalarni yaxshi ko'raman. Har qanaqa xarakterli bola bilan chiqisha olaman. Ya'ni gap mani manipulyator deydi, ya'niki, u qarshimdagi shaxs xoh g'azabiy bo'lsin, xoh spokойный bo'lsin, men u inson bilan chiqisha olaman va bola bilan ham chiqisha olaman. Men o'zimni bolalarim bilan har bittasi bilan gaplashaman. Ya'ni uni faqat futbolda emas, o'qishlarida. O'qishlari qanaqa ekan? Chunki hozirgi bolalar asosan telefonga har xil Neymarni yoki bir shou qilib beradigan futbolistlarga berilib ketishgan. O'sha o'yinda ham, o'sha trenovkada ham ularni qiladigan qilib beradi. Lekin futbol bu bilan emas. Futbolni unaqa klonchilik bilan o'rganib bo'lmaydi. Bu bolalarga men shu narsani ko'proq aytaman. Futbol ko'rganda uni fintin emas, sani pozitsiyangda o'yinchi koptok qattaligida qaysi joyda yuguryapti. Shu narsani tomosha qil. Chunki menga trenerim shu narsani aytardiki, "Sanlarni hozir miyalaring shunaqaki, futbolni yoqasanlar, futbol ko'rasanlar, yani fint qilsa, chiroyli gol ursa, shuni olasanlar. Yo'q, uni ko'rmalaring. Sani pozitsiyangda o'yinchi koptok qattaligida qaqqa tushyapti. Topsiz harakat qilish. Topsiz. Aporniy o'ynaysan derdilar. Aporniyni harakatini ko'r. U paytda Aporniy Busquets o'ynardi, o'sha paytda Busquets o'yinini ko'r. Koptokni qanaqa olyapti, qaqqa o'giryapti, nima qilyapti. O'sha paytda fahmim yetmagan shu narsaga, hozirda o'sha gaplarni eslab, hozir shu narsani qo'llayman. Ya'niki futbol ko'rsam, o'zimni mana son ikkita hozir kerak bo'lyapti menga. Futbol ko'rsam, qarab o'tiraman. Ya'ni koptok emas, meni o'yinchim, meni pozitsiyamda o'yinchi koptok qattaligida qatta. Qanaqa ochilyapti, qanaqa abrabotga qilyapti, qanaqa risheni qilyapti, qanaqa aqlli o'ynayapti. Men o'zimni bolalarimga ham shu narsaga urg'u beraman. Bolalarga qattiq e'tibor beryapsiz, misol uchun bu ham bir katta nima deydi, mas'uliyatli ish. Chunki ko'pchilik bola boya aytganingizdek telefonga o'tirib qolgan, har xil o'yinlar chiqqan, jismoniy harakatlardan cheklanib qolgan hozir. Siz shuncha bolalarni tortib, ularga shuncha motivatsiyalar berib, o'zingiz boshingizdan o'tgan narsalarni o'rgatyapsiz, lekin o'zingiz uchun harakatlar qanaqa ketyapti? Misol uchun Sonic'ga qanaqa qo'shilib qoldingiz, keyinchalik professionalga harakatingiz qanaqa? Arslon shu boshidan beri shu savolni bera olmay o'tiribdi. Sonic'ga o'tish. Qanaqa qo'shilib qoldingiz? Mana qoldingiz? o'shaning uchun indamay o'tiribman, o'sha savol bermayapman. Shunaqa. Xo'p, Sonic'ga o'tishim juda ajoyib bo'ldi. Meni o'zi futbollarim juda ko'p. Ya'ni
qancha ligalarda yuguraman. Havas ligada to'p suradigan Qoratosh kapitani Javohir Omonov, Javohir. Javohir Omonov bilan birga yugurganmiz Chig'atoyda. O'sha Javohir menga telefon qilgan, o'sha o'rtoq shunaqa paytda vaqting bormi? Yo'q, bugun vaqtim yo'q. Keyingisiga boraman. Birinchi telefon qilganda ham Sonix'ga qarshi Sonix'ni kastingiga chaqirgan. Men buni bilmaganman, bormaganman. O'sha ikkinchi chaqiruvida telefon qilganida aytganki, o'rtoq, men bitta sostav qildim. Sonix'ga qarshi o'ynaymiz. Ya'ni o'zingni ko'rsatsang, o'tamiz. Sonix'ga o'tamiz. O'shanda bo'ldi deganman. Men u Sonix'ni eshitmaganman ham. Nima u komanda, qanaqa komanda, u qiziq qilmaganman ham. Men bo'ldi o'zim uchun borib yuguraman deganman. Javohir bilan bordik. Biza bitta sostav bo'lib bordik. Mani Javohir chap qo'l zashtiga qo'ydi. O'sha yerda o'yin boshlandi. Biza men o'sha Alloh izni bilan o'sha kuni o'yinim shunaqa darajada chiqdiki, juda ham zo'r o'ynadim. Qaysi polida bo'ldi? U Oqtepa poylasida bo'ldi, 11 ga 11 bo'ldi. O'sha paytda o'sha kuni qarorman Sonix'ga kastingga 100 tadan oshiq odam kelgan. 100 tadan oshiq odam kelgan. Men Javohirdaman. Javohir aytdi, yaxshi o'ynasak oladi. Gol urdingizmi? O'yin boshlandi. Uje mana o'zi 11 ga 11 bir-ikki usullarim bor. Ya'niki ko'plab usullar Venus usuli deydi. U o'yinda bitta Venus uslubiga o'xshatib urdim bitta. Shtrafdan urdim. O'yin juda ham zo'r bo'ldi. Varatada kim edi? Varatada men u tanimayman, chunki kasting kelgan bola edi. Kasting kelgan bola ham yaxshi. Keyin biz o'sha Sonix'ni yutdik va o'yin tugadi. Hojimat Erkinov shu yonimga kelib, bitta siz yoqdingiz, ya'ni sizni olamiz o'tsangiz deb aytdi. Keyin shu bilan bo'ldi, xo'p dedim. Men o'rtog'im bilan bitta yana gaplashaman deb aytdim. Shu bilan Sonix'ga qo'shilib ketdim. Omadga hech gap emas edi. O'zi Sonic X'da havas futbol ligasida ko'pchilik o'ynaydi. Oybek Mirzohidov bor, Ruslan Azizov darvozabon, Ubaydulloh familiyalari nima edi? Iniyatov. Yana Sako bor. Bu bor. Oybek Mirzohidov hozir zo'r harakat qilyapti, to'g'risi. Raqobat hozirgi Raqobat paytda bo'yicha aytmoqchi qay edingiz? darajada? Masalan, Sonix jamoasi bilamiz, Hojimat Erkinov qo'l ostida o'sha boshqaruv ulada hozir. Murabbiy alohida ekan, masalan, hamma anaqa yo'nalishlarga o'sha kerakli odamlarni qo'yishgan ekan. Shtobi uzoq maqsad qo'ygan holda baribir zaxira o'yinchilari bor, asosiy tarkib o'yinchilari bor. Shakllanyapti-da hozir jamoa. Ancha shakllanib oldi. O'z o'yini uslubiga ega. Raqobat qanaqa o'tdi? Siz bilan masalan o'sha sizni o'rningizga tushadigan o'yinchi bormi? Yoki boshqa yana pozitsiyalarda raqobat qay darajada? Hop, raqobatlar hozircha mani pozitsiyamda o'ynaydigan, ya'ni chap qo'l zashtida o'ynaydigan hali bola kelmadi. Albatta men raqobatga qarshi emasman, konkurensiyaga qarshi emasman, lekin shu aytamanki, agar masalan Sako yoki Zofa yoki Asror mani pozitsiyamda o'ynasa, ular mendan kuchli. Bu narsani Hojimatga ham o'ziga ham aytganman. Men hozirda deb o'ylayman, YouTube tomonim o'sha mana YouTube'im o'shani yo'q joydan gol urishligim. Ya'ni o'sha fartoviyligim deb o'ylayman. Benzema uslubi o'xshab ketadi. Lekin men o'zim haqiqat tanishni yaxshi ko'raman.
shu bolalar, shu sanab o'tgan bolalarim mendan kuchli. Sako, Zofa, Asror, bu bolalar mendan kuchli. O'sha bolalarni agar meni pozitsiyamga qo'ysa, meni konkurensiyam deb bemalol ayta olaman. Qo'ya savolim qolib ketdi, javob bermadingiz. Professional harakat qilish bormi? Xohish bormi? Qachon berdingiz? Berdim. So'ngisiga qanaqa qo'shildingiz, keyin bolalarga ko'proq e'tibor berasiz. O'zingizga ham qachon e'tibor berasiz? Ko'proq misol uchun endi bu yoqqa ketmaysiz-ku, havaskorlar futbolida, endi Dakansaga havaskorlar futbolida yoki media futbollarga ketmaysiz demoqchiman. Yoki maqsad aytib o'tsangiz o'sha. Mana hozirda o'zi asosan Hojimatni shunaqa maqsadi bor ekanki, o'sha bir reja bilan o'yindan keyin menga shu narsani aytdi. Siz shu Xudo xohlasa, inshaalloh nasib bo'lsa, o'zingiz ishlab tursangiz, ya'ni professionalga tortamiz. Ya'ni sizni olib chiqamiz. Lekin u Hojimat hali meni yaxshi tanimas edi u paytda. Ya'ni men yoshimni aytdim, o'zi o'ylandi. Ya'niki yoshim yosh emas. Yoshim 30. 30 bu juda kech. Meni уже katta profga yugurishga ham, желание min bo'lsa ham quvvatim yetmaydi. Yosh baribir o'z so'zini aytadi. Lekin o'zimning ustimda baribir ishlayman. Ya'niki hozirgi kunda o'zim haftada 2 marotaba o'sha trenovka qilaman. Ya'ni kopto bilan bo'lgan hissiyotni oshirish uchun trenovka qilaman. Agar trenovka qilmasam bo'lmaydi. Chunki yosh shunaqaki, borgan sari o'yingiz tushib ketadi, yoki quvvatingiz kamayadi, yoki travmalaringiz ko'payadi. Agar siz o'zingizda ishlamasangiz, cho'kasiz. Shunga professionalga niyatim yo'q. Lekin boshqa bir aniq g'oya bilan, aniq bir maqsad bilan yashayman. Ya'niki iloji boricha shu o'zimni obunachilarimni ko'paytirish maqsadida. Nimaga obunachilarimni ko'paytirmoqchiman? Obunachilarim ko'p bo'lsa, ya'ni meni shkolamda bolalar ham ko'p bo'ladi. Meni bolalarim ko'p bo'lsa, men ularga o'zimdek bor narsani o'rgata olaman. Va shu yoshlarni shu telefondan emas, futbolga bo'lgan shijoatini oshira olaman. Bu zo'r maqsad, zo'r. G'oya yomon emas. Endi o'yam misol paytda 30 yoshman deb nima qilmayman. Menimcha o'yinlaringiz 30 yoshga umuman o'xshamaydi. O'z ko'rinishingiz ham o'xshamaydi. Qanday yosh ko'rinasiz? Ana Vardini misol qilib aytdim-ku, o'shanga o'xshagan narsa. Endi so'radim, juda nima deydi? Siz keyin boya siz kumirim dedingiz, Farruh ismlanadi. Bu Bor ekan. Bu u kishi ham bilmadim, o'z havasligida o'ynaydi Mevachi jamoasida. Siz bilan o'sha kishining o'yiniga prosta shuna qo'l ko'tarsa arziydigan. U Farruh bilan kim bitta jamoada o'ynagan bo'lsa, hamma shunaqa deydi. Chunki Farruh bergan paslari, o'yinni boshqarishlari, tilla pas beradi. O'sha hammasi o'zi masalan oshirib berdi, koptoni, o'sha o'yinchining o'rniga o'zini qo'yib ko'rib oshiradi. Yeta olidimi, yeta olmaydimi, ura olidimi, ura olmaydimi? Shu havasligida shu siz bilan shu kishini o'yinini ko'rsam, shunchaki hayron qolaman. Nima qilib yuribdi? O'z sharti ham aytganman unaqa narsa. Nima qilib yuribdi havaskorlarda bu ikkalasi deyman-da. Shunchalik anaqasi. Endi bar havaskorlar-ku endi harakat qilsa albatta bo'ladi bu narsa. Professionalga. Men Farruh akam ko'p u kishiga ko'p odamlar aytgan. Ya'ni futbolga kir, katta futbolga qo'shil. IQ darajasi shunaqa. Shunaqa. Ular oldin o'sha 2021 undan-da kuchli bo'lganlar. Shunaqangi shu paslar berardilar. Kutmay qolasiz. Ya'niki shu Ronaldinho uslubi. Bor ekamda shunaqa narsa bor edi. Bu yoqqa qarab, bu yoqqa berardilar. Chunni ham qolasiz. U kishi shu yoshligimdan kumirim bo'lgan. Lekin meni o'zim pozitsiyam boshqacha bo'lganligi uchun men napadayishi bo'lganman. Ular shu sentrda o'ynaydilar. Shunaqangi paslar yetkazib berardilar. Men mazah bo'laverardim.
Ba'zi rostdan ham shunaqa. Endi taqdir peshonada borib ko'raveramiz. Xo'p, Avaz, bugungi endi suhbatimiz asosan shu Havas ligasiga bir ozgincha bo'lsa ham to'xtalib o'tishimiz kerak. Havas ligasi hozirda o'sha yangi liga hisoblanadi. Shunaqa bo'lishiga qaramasdan Toshkentda yaxshi uringa ega liga. Ko'pchilik o'sha AFLda o'ynagan bolalar, poytaxt, Elolek ligalari o'sha yerda o'ynagan bolalar baribir Havas ligasida ham o'ynashdi. O'sha boshlang'ich nuqtasini oladigan bo'lsak, siz ham mana taniysiz, shu turnir tashkilotchilarini ham taniysiz, u ichkaridagi jamoalarni ham taniysiz. Holat qay darajada? Masalan, hozir Havas ligasi sizni qoniqtiradimi? Kamchiliklari, yutuqlari, o'sha qisqacha fikr bildirib ketsangiz. Baribir hozir siz Sonix jamoasida ko'rasiz, u yerda baribir muhit boshqacha. Mediaga yondashuv boshqacha, o'yinchilarga e'tibor boshqacha qaratilgan. O'yindan oldingi o'sha tayyorgarlik, o'sha kiyinish xonasidagi gap so'zlar, e'tibor masalan, o'sha formalar, ular har tomonlama ko'ryapsiz-da baribir sharoitni. Qanaqa fikringiz? Men o'zi avvalambor shu Havas ligasiga kattakon rahmat aytmoqchiman. Nimaga? Ba'zi paytda Hojimat bir kun shunaqa bo'ldi, shu ertasi kuni biz reja bilan o'ynashligimiz kerak. Bir kun oldin Havasda futbol bor. Aziya. Ya'niki men o'sha kuni o'zimga savol berdim. Ya'ni Sonix bo'lmasligidan avval shu men Hojimatga aytaman, bizani Erkinov, mana Erkinov qilgan yokida shu Zofani Zofa qilgan yokida Sakoni Sako qilgan shu Havas ligasi. Biza shu Havas ligada shu Bombardier yokida Luchi o'yinchi bo'lib tanildik. Bu Havas ligasi bizani ko'tarilishimizga, bizani familiyamiz, bizani odobimiz, xulqimiz kengroq tarqashligiga katta sabab bo'ldi Havas liga. Shunga rahmat aytib qo'ymoqchiman. Agarda sharoit jihatidan aytadigan bo'lsam, bu Sonixga sharoiti prof darajada. Chunki razdevalkani o'ziga kirganingizda yokida shunaqangi atmosfera, o'sha yoshlikdagi orzular amalga oshyapti. Chunki subhanalloh deysizda, siz misol o'zingizni shkopingizga kelyapsiz, sizni formangiz turibdi, butsingiz turibdi, kiyimlaringiz turibdi. Chiqyapsiz, ko'zingizni ochyapsiz, jarga qarab kiryapsiz. Muxlislar. Projektorlar. Gol uryapsiz yokida yaxshi moment qilyapsiz, orqadan baleshinglar Avaz Erkinov deb baqirishyapti. O'yin tugadi, boryapsiz, futbolkamga qo'l qo'yib bering dedi. Yoshlar. Bu o'zi boshqacha. Bu o'zi o'shani yoshlikdagi xumorni oldi degan. Endi Havas ligada xuddi shunaqa bo'lgan menda, ya'niki shu kishiga rahmat. Arslonga har bitta Avaz Erkinov deb sharhlaganlarida meni onamlar xursand bo'ladi. Aytuvdingiz, esimda. Onamlar juda xursand bo'ladilar. Nimaga? Chunki onam shunaqa o'ringa, shunaqa shu futbol orqasidan shunaqa narsa topishligimni rosa kutganlar. Va alhamdulillah shu narsa keldi. Shu Sonixdan oldin shu kishi sharhlaganida oyim eshitganlarida rosa xursand bo'lgan. Bolam, lekin birgina gaplari bor, bolam, oyog'ingga ehtiyot qil. Oyog'ingga ehtiyot qil. Onalar baribir bolam deydi. Havas ligada shu organizator shu Azamat ekan o'zlariga ham doim aytganman. Havas ligani yanada tanitishlik, yanada bundanda rivojlantirishlik uchun video kamerani yaxshilash kerak. Nimaga? Chunki video mana
Men har bitta o'yinimdan keyin o'zimni yaxshi momentlarimni kesib Instagramimga joylayman. U joylasam, agar u xarob bo'lib qolsa yoki-da o'sha momentim tushmay qolsa, u degani u meni kuzatayotgan odamlar u qaysi liga va u ligani darajasi qanaqa, u narsani bilishmaydi. Shunga shu hozirda kamchiligi deb aytamanki, shu kamera. Bu narsa haqida o'zlari bilan gaplashganman. Gaplashganimda shu aytganlarki, ya'niki kamera kichkina, shuni hisobiga polya katta, shuni hisobiga shunaqa. Endi xudo xolasa qilamiz shu aytayotgan narsani ham deb aytgan. Lekin shu hozir men mana kuzatyapman havas ligada shu bir 20% komandalar o'ziga mobil golf yoki-da video qilib, havas ligani atmetka qilib, chiroyli tarzda, chiroyli effektlar bilan qo'yishyapti. O'z hissaligini qo'yishyapti. Men shu narsani ko'rdim. Xudo xolasa, misol uchun yaxshi momentlar bo'lsa, men ham Asian akkauntmanda buni yaqinda bizning homiyimiz Babank juda ham chiroyli gol urdilar. O'sha montajini o'zim qildim. Shunaqa uni ham kачествоsi ozgina xarob bo'lib qolgan. Qiynaldim. Chunki uni kesish bor, uni to'g'rilash bor, kачествосini to'g'rilash bor. To'g'rilaganimda ham shunaqa xarob bo'lib qoldi. O'sha to'g'rilashsa, shu kamerani to'g'rilashsa, undanda yanada o'sishligiga katta sabab bo'ladi. Allohning izni bilan, chunki boshqa ligalar kачествоsi yaxshi, lekin ularda 8 emas, 5 kamera yaqindan oladi. To'g'ri, buni hisobini ham olamiz. Shu bir boshqacha yo'lini o'ylab topsanglar, yanada havas ligani natijasiga yaxshi bo'ladi. Endi rostdan ham shu narsani aytib o'taman. Jamoalar o'sha o'ynaydi, zo'r futbol ko'rsatadi. Biz media shu darajada zo'r futbolni yaxshi yoritib bera olmaydi, to'g'risi. O'zim tan olaman, o'zim mediani xodimi bo'lsam ham shu narsani tan olaman. To'g'ri qabul qilish kerak. To'g'ri tanqid qildingiz. Kamchilik to'g'ri anaqa aytilyapti. Uni darajani bir misol uchun zo'r o'yin bo'ladi, misol uchun u Aziya bilan sentralniy o'yin mana ko'ramiz, maza qilib deydi, buni qarasa o'sha kачество xirri. Orada o'chib qo'yapti deb bo'ldi. Bu narsa to'g'risi. Agar futbolchilar o'rniga o'zim qo'yib ko'rgan bo'lganimda norozi bo'lgan bo'lardim hamma qator. Siz ham talab qilardingiz. Albatta, o'zim ham talab qilgan bo'lardim. Bu narsani to'g'rilashga harakat qilish kerak. Har bitta komandada hozir to'g'risi, mana men Instagramimga post qo'yaman yoki video qo'yaman shu havas ligada. Menga ko'plar yozadi. U qaysi chempionat? U qayerda bo'lib o'tadi? Qanaqa qo'shilsam bo'ladi? Men ularga ma'lumot beraman. Ma'lumot berganimdan keyin nimaga xara kamera, tinnoq kачество yo'qmi deb aytishadi. Ba'zi holatda men o'sha havasdan olib istoriya qo'yganimda o'zimga aytishadi, bunaqa video qilmang. Kачествоsi past. Chunki o'tda chiroyli momentlaringiz ham tushmay qoladi. Shunga shu narsani yanada yoritsanglar, har bitta komanda mobil golf oladi, har bitta komanda o'zini yaxshi momentlarini qo'yadi. Masalan, deylik, mana bu yili ko'rdim Uzbridge ham o'sha videolarni qo'yish boshladi. Mana Uzbridge qo'yadi, ertaga yanada yaxshiroq kачество bo'lsa, har bitta komanda qo'yadi. Har bitta komanda qo'ysa, u video aylana boshlaydi. Oddiy bunga bitta misol, ishonasizmi, shu poytaxt liga 5-5 da bizani Globot komandasi shu birlik bilan birligiga qarshi o'yin bo'lganida, shu u video oddiy yasalgan, kачество tiniq, lekin prosmotri juda ham baland bo'lgan. Ya'niki men Sonic'da olingan videoyimdan ham baland bo'ldi. Va jo'natuv ham, padelisi ham juda ham baland bo'ldi. Chunki nima? Rekka chiqib ketdi. Chunki u birlik jamoasi bilan juda ham zo'r o'yin bo'lgan, shuni hisobiga ham rekka chiqib ketdi va o'sha rekka chiqib ketganligiga hamma yozdi.
Ya'ni bu qanaqa chempionat? Qayerda bo'lib o'tadi? Komanda qilib ko'rsak bo'ladimi? Qo'shilsak bo'ladimi? Viznosa qanaqa? Ya'ni odam qiziqdi. Endi agarda havas ligada ham shunaqa kачество bo'lsa, hamma yana yozadi. Qayerda bu qo'shilsak bo'ladimi? Ya'ni havas ligani saviyasi yanada oshib boradi. Bu katta fishka. Yordam beradi. Ha, o'z planlarda bor edi bu narsa. O'sha ketmaganimni qilgan bo'lardim. Ayni xudo xolasa rejamizda. Endi amalga oshiramiz. Siz aytgan narsalarni to'g'rilashga harakat qilamiz. Albatta. Avaz sizga bugungi tashrifingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Samimiy, iliq suhbat bo'ldi. Kuzatuvchilarimiz ham xudo xolasa ushbu suhbatni eshitishsa o'zlariga kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Sonix'da faoliyatingizga omad tilaymiz. Aziya jamoasida bu yil kutilgan o'sha chempionlikni ham kutib qolamiz jamoadan. Chunki Aziya jamoasi bunga arziydigan jamoa. Albatta oldinda o'yinlar hali bor. Yana nima demoqchiman? So'nggi so'z o'rnida qanaqa fikr bildira olasiz? Yoshlarga mana kelajakda futbolchi bo'lmoqchi bo'lgan yoshlarga qanaqa nima deydi, maslahatlaringiz bor? Masalan, yoshlar bilan ishlayapsiz-ku. Professional futbolda o'zi mumkin emas havaskor ligalarda qatnashish. Endi baribir futbolga bo'lgan qiziqish qochib kelib, maktabdan darsdan qochgandek qochib kelib futbol o'ynab ketishadi bolalar. O'sha jarohatlar, har xil o'sha to'qnashuvlardan keyin og'riqlar baribir ta'sir qiladi. Nima deya olasiz mana? Muxlislaringiz baribir hozirgi auditoriyangiz yoshlardan tashkil topgan. Men kuzatib ko'rdim statistikalaringizni. Shu Sonix'ga o'tganingizdan keyin asosiy obunachilaringiz yosh o'sha futbolga qiziqqan futbolchilar ekan. Yoshlarga nima deb tavsiya etaman? Birinchi o'rinda disiplina. Hayotidagi shu rejim va mehnat. Mehnat qilsa albatta natija bo'ladi. Albatta, chunki bir o'zim borib ham trenovka qilib kelgan paytlarim bo'lgan. Ya'ni onam pul beryaptilar-ku degan narsa bo'lgan. Yoshlar shu telefonga shu berilib ketmasdan har xil kloun futbolistlarni ko'rmasdan haqiqiy deylik, masalan Eldor Sholmonov, Abbos Fayzullayev, Abduqodir Husanov, ulardan futbol o'rgansa bo'ladi, ulardan motivatsiya olsa bo'ladi. Ular o'zi bo'lmagan, ular tinmay mehnat qilgan. Mana agarda bu yoshlarimiz tinmay mehnat qilsa, ya'ni har narsasini rejim qilsa, aniq bir maqsad qilsa, aniq bir g'oya qilsa, albatta o'zi xohlagan natijaga erishadi, agarda uning qadarida yozilgan bo'lsa. Mehnatni tagida albatta rohat. Sababini qilish kerak. Ha, shunaqa. Sababini qilish kerak. Aslon, Rahmat tashrif uchun. savollaringiz avazdan so'raydigan nimadirlar qolib ketmadimi? 100% emas, 1000% qilib oldim. Savollarimga javob. Rahmat sizga. Tanqidlar uchun rahmat, fikrlar uchun rahmat. Sonix'dagi, havasdagi, kelajakdagi ishlarga omad. Yana nima deydi? Hozir to'g'ri gapiringiz, boya gapingizni ta'kidlab o'tishim kerak. Havasga qaraganda Sonix'da maqsad aniq. Bu to'g'ri qaror albatta. Nima deydi? Sonix'da o'sha orzular dedingiz-ku, orzular o'shalardan boshqa. Havasni ham tashlab qo'ymaydigan bittamiz. Inshaalloh tashlab qo'yamiz. Rahmat tashrif uchun. Rahmat Havas. Sog' bo'ling, xursand bo'ldik. Hammaga rahmat. Obuna bo'lishni unutmanglar. Havas bo'ligasi sizlarga eng yaxshilarni ulashadi. Nima edi? Ulashadi. Azizlar, bugungi suhbatimiz biroz bo'lsa-da cho'zilib ketdi nazarimda, lekin mazmunli suhbat bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rsatuvlarda ham, sonimizda ham Arslon bilan birgalikda suhbat olib boramiz. Bugungi mehmonimiz Avaz Erkinovga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Sizlarga ham rahmat. Obuna bo'ladigan tugmani bosib qo'ying. Rahmat. Sog' bo'ling. Chattanooga Red Wolves play their first match of the new year